Assalomu alaykum Arashan ishqibozlari. Biz bu jackpot to'g'risida ko'p gapirganmiz, bu qo'chqor to'g'risida. Buni Issiqko'ldan Nurlan ukamizni olganmiz. O'sha astekda bolasi. Xudo xolasa mana qo'zilarini berdi, mana qandaqa juda ham zo'r, quloqlarida mana endi ham zo'r ki, quloq ham qalin ekan. Ki расположенияsi ham mana hozir ko'p Arashanda mana yangi nimalari paydo bo'lyapti, qirralari. Mana hamma endi расположениyaga. Расположенiyalari ham juda ham joyida o'zsini. Oyoqlari, kastaklari ham baquvvat. To'shlari ham toza. Mana to'shini ko'ringlar. To'shlari ham baquvvat mana. To'shi zo'r ekan ama, umuman zo'r. Endi Jasur aka, garbonosi o'sadi buni, ha? Qo'zini. Xudo xolasa garbonosi o'sadi. Mana jackpotni ikkita, uchta odamda ishlatib ko'rdik. Xudo xolasa berishi juda ham zo'r. Garbonos bolalari bor. Mashina ham garbonosi ham o'sib ketadi. Kallalari iyillaka, peshonalari yo'g'on. Yeli ham uzun ekan, ha, uzunligi. Uzunligi ham uzun, kastiyagi ham zo'r jackpot. Maşallah. Keyin sveti ham o'ta yaxshi. Buni to'g'risini mashina qizidan Hoji aka bitta o'zimizdan olamiz bir jup, ha? O qizidan berasiz buni, to'g'risida.